Ko'p rahmat bu Maryam xonim. Guvohlik berganingizga mening 3 savolim bor. Boshqa sotchilarning savoli bo'lishi mumkin. Oldi bilan men savolimni so'rab olay. Hurmatli bu Maryam Ro'za xonim, siz o'zingizning bergan guvohligingizda birinchi qatam siz bolani oldirib o'tishdan doktorga borganda u yerda nurg'un Uyg'ur ayollarining borlig'ini doktorxonada debsiz, ularning hammasining bolalarini oldirib o'tish uchun doktor kelganligini debsiz. Evet. Yes. Yana sizning oila a'zolaringizning Xitoy hukumati tomonidan tutuklanganligini debsiz. Shu oila a'zolaringizning tutilgan oila a'zolaringiz haqida biroz tafsiliy ma'lumot bera olamsiz? İnşallah verme. Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu. Şu bu Allah'ın bir dağında şer-şerait kolaylık yaratıp bergen qarindoshlarga Allah razı olsun. To'xtang, men tarjima qilib olay. Uzib so'zlang, men gaplaringizga men tarjima qilib olay. Ben 2008 hamilda oldum 5. balığa. Bu balam 6 aylık olap 7 ay kadem koygan vaqtida şu Çin hükümeti balağını tug'maysa 5. balani tug'maysa deb kelib oldi, ishni oldiga. Biz 10 ming lira 10 ming koy deyni, 10 ming koy bir nima desekmi balani zada oldirsa dedi, aldırmay başqa yer ketib tug'ay desem ailemizning chot vayron qildiganligini, ishni picha selib turmaga opirib solaydiganligimizni, yo'ldashimni 10 yillik meni 5 yillik qamaydiganligiga xabar keldi. Onun bilan shu yo'ldashim bo'ldi. Oldirildi deb oldirishga majbur bo'ldik. Bunun yoki u balani tug'maydiganligiga ishni oldiga kelib olgandan keyin endi oldirishga majbur bo'ldik. U balani pul bermasak unimidi, hech nima qilmasak unimagandan keyin oldirishga majbur bo'ldik. Ishni oldiga Uyg'ur saqchidan birisi, Xenso saqchidan ikkisi mashinani olib keldi. Hadab mashinaga chiqdim, yo'ldashimga chiqdi. Boshqa mahalladan 5-6 xotinlarni oldi. Qashqar shahar onbonliq saqlash doktorxonasiga aytdi. O doktorxonasiga bizni 6-7 ayolni ayrim uyga aytdi. Yarım saatdan sonra bizningki bitaldan do'arni berdi, yedik. Yani yarım saatten keyin anandakin qo'shiqimizga, kindikimizga okuldan birdan o'di, endi qag'alini qanday qildi bilmayman. Amina shu kindikimga okulni o'di, 1 saatdan keyin bola tushdi, bola yig'lab tushdi. Hurmatli bu Maryam Ro'za xonim, men sizning shu oila a'zolaringiz haqida so'ragandim. Bu savolni ma uchurlarning hammasi sizning guvohligingizda bor. Yani sizning shu vatanda kelib qolgan oila a'zolaringizga yaqinda bir ishlar bo'ldimi, ularda bir o'zgarish bo'ldimi, shu haqida ma'lumotingiz bo'lsa, shuni so'ragandim deydi. Tamam. Men şu 2016 Türkiye'ye 2016 5. ayına jigimiz keldim. 2017'de bir kızım bilen bir tılpırtımda köreştim. Enin yağı şu işkini piçe çaplı etkenliki, inimle kampa etkenliki, küçük kızımını ana Türkiye'ye çıktı dep terbiyeleşke etkenliki lan uqtum. Qağanın yağı onda haber deydiğen deme. O ailemden hiç qanday haber yok. Bağ mı yok mu, öldüm hayat mı bilmeyme. Haber alama. Enin telefon numarasını jüttürüp ettim. Ailemde bulavatqa işledin hiç qanday işte habersiz. Biz onun yağı şu ailemde habermi yok. Şu balını aldığandan kim ailem bilen buzulgan, ayrılgan. Andınsa şu 19 yaş balam ne? Sen Türkiye bilen muğdışıpsa, sen çeniqipsa, Ürümçide 3 yıl okugan. Bizge haber qilmay ekketti balam ne? Biz Ürümçide okutumuzda. Dedi 3 yıl okudu. Çeniqipsa sen, o'zi çeniqdi, o'zi ekketti balam ne? Bizge mi gap qilmay bakaliq okutumuz deb. O'zi ekitib sen çeniqipsa, sen yani pasport ishlab chet elga chiqaman deb aytib ketgan bitim 13 yillik kisbatda. Şu balamninki qabuliqida, o 2 balaning qabuliqida biz endi shu ailedan ayrilib, buzilib, shunday bayram bo'lib ketdim. Qolgan qizlarim
tuqqanlarım, inillerim hazır var mı, yok mu? Hiç qanday habersiz men. Haber alamıyorum. Hiç qanday işte habersiz, tonuşuqlap gözlerimni ameliyat qildim. Özüm musiqamni ibrat qilib, ameliyat qilib. Ötlerimde elbette men hazır hiç onda haberde yok. Benim hiç şeyim yok yani. İşte yalnız yaşap, ya haber yok. Ya gidenme, yamış da. Çıkmışımcılık yaşavatına. Siz köp rahmat kelginingizga. Siz va burunqi yo'ldoshingiz Qashqardagi vaqtinglarda nima ish qilyaptinglar, ya'ni kasbinglar nima edi deb so'rayapti. Kesbimiz bizde dihandı. 20 yer vardı. Hatta işgelelen batık balık uşak. Ağzı tırmaçık etken balam mektapta. Özümüzden kılattık o dihançılıkını. Sizning uyingizni va yerlaringizni hozir kim shularga kim igdorchilik qilyotdi? Kimning qo'lida hozir? Bilamsiz? O hazır o yerle hem de öyle hem de bir sene üye gidip anladım kısındım 2017'de hem de o hazır o yerle öyle kimden kolda hiç kanama habersiz alamayım. Siz Qashqardan 2016-yılı nima deb ayrılishga majbur bo'ldingiz? 2016 balamni hem de 2015 içir ketdi. Bu ailede nim deydi go bularni Xitoyda siyasi deydi ailesi birisini içir ketken bolsa siyasi ailesi dep o siyasi ailesiga meclis köndü meclis işinin ağrı gepning yamani ilqindek bo'lgandan aş zulümden qo'rqib zulümden kaçıp yenip chiqdi. Amma doğru bolsa mutlaq turmuğa içir gitmeni men yo'q deb bo'ldi mutlaq. Siz o'zingiz yolg'iz chiqib ketdingizmi yo boshqalar bilan chiqdingizmi? Men boshqa shu 18 adam bilan birga kelgan. 18 adamning hammasi ketdi. Kemisan oilangni solaymiz, ishqinqini kichiklaymiz, bolalarning hammani turmuga olamiz deb shu tehdit etib ular turmuga shuni qilamiz deb bas ular hammalar ketdi. Men ketmedim. Men barsam zaten meni turmuga solaydi. Sen siyasiyna anısı ekensen, sen balaң solaqlıq deb asla solaydı. O yüzden ben qo'rqib ketmedim. Sağalı bağlan turatlam men aş aydorumdulluğunun solağanlığını anladım. Enin yağının boğalığı mening xabarim yo'q. Qashqarda siz qonuniy jihatdan qancha bolangizning bo'lishiga qonuniy jihatda ruxsat qilinadi deydi. Qonun jihatdan shu kadrlığa 2, 3, dehqonlığa 3, asosiy dehqonlığa 3, kadrlığa ishchi kadrlığa 2 farzand yo'l qo'yapti. Mening farzandim, ağam farzandim 4-5-ci soğanlıq üçün. Ben aldığım farzandımdan üzüşüp ketken, yoluşum üzüşüp ketip, keyinki tekke ədin, hem de tuğulağında şu ikincisiydi o. Ama yoluşumdan balsa ki, şuna olan 5. bala, yoluşumdan balsam isat kalıp, şu 5. bala bulmaydı o. Dep aldırıp, dep şuna veyran bulap. Aileydim işte. Sizning 4-ci balangiz qachon tug'ildi deydi? Mening 4. balam Ayşe nimede. 5. balam 5. balam 4-ci balangiz oldi aytdingizmi? 4-ci balangiz deydi. Mening 4. balam şu nima? Aş turmuğa chiqib ketgan balam 19 yoshli balam 4. balam. Bu da qo'sqimdan og'iz vetkini 5-chisiydi. Shu tug'ilgan qachon tug'ildi deydi 19 yoshli balangiz. 19 yoshli balam 95-yili 5-oyda tug'ilgan. 4-ci balangizga hamda chunki 3 baldan jiq tuqqaningiz uchun jazo to'ladingizmi deydi. O 4. balamga jazo to'lamadim. O vaqtida planlıq yo'qdi. Muş 5. balam qo'saq ko'tarib qiygandan keyin ashunda planlıq tug'ut chiqdi deb dastlabda planlıq tug'ut chiqqanda men uchrab qolib ekanman. Men emas ashda planlıq tug'ut yo'l qo'ygan bitim doktorxonada hamma yerda bütün ayollarning qo'sqiga balni aldirish aşağı dolqun bo'lib ketdi. Her qanday doktorxonaga chiqsak zaten bal aldirish, balni xalaga tashlash, bal aldirish, bal o'ttirish, bal tushirish ashtalam dolqun bo'lib ketdi.
Masalan, 2008 yılga kelgende şu gapimde atıdı. Eğer siz Uygur bolmay, Xitay bolgan bolsanız, Xitay milletinden bolgan bolsanız, navada balı tokan bolsanız, jaza төлep şu balını sıklap kala alamtınız deydi. O yo'q Xitoy bo'lgan bo'lsa jazo to'lamakda Xitoylarga yo'l qo'yyapti. Xitoylar nechin tug'sa Kuliyda nechin tug'di, Qashqarga kelib nechin tug'di, Urumchiga kelib nechin tug'di. Ashta qo'ldab ketdi ya bizni tuqqan qo'ymagan bilan. Xitoylarga yo'l qo'yaqliq. Şu 5. balınızı aldırıp etkende şu kim aldırıp etti sizden şu 5. balınızı? Mening 5 balamni Xitoy hukumati shu 5 balani tug'maysiz deb dadiydan qoptikin shu dadiydan Gongshiga dedi. Gongshidan yuqoriga yo'llablar mashinada avtobus bo'lmaydi deb birini 10 ming koy endi koy hajlaymiz ya da 10 ming koy birini desakmi yo'q pulga ehtiyoji yo'q. Maqsad balni ammo o'tdamoqchi, yo'qotmoqchi. Balni aldırış unutmuşsanız siz durmada yatısınız, eringiz yatıdı, ailenizge peçet çaplaymiz, yerlerinizde musadir kılımız, ulağlarınızı hemenimizge musadir kılımız dedi, amal yok. Aldırışqa mecbur olduk. Şuna göre ailemiz bozuldu, ballarımız yetim oldu, muştar eyran bulup gitti. Eyran bulup gitti. Yani yüzden yukarırak orun degeniniz yani hükümetin çandak orunu odaydı. Orun amdi şu başlık yani ben bilmeyim hatırlayamadım. Gongşi değmez, belki Nai değmez, enden yukarı vilayet değmez, aşında orunla. Siz doktorxonaga borganda qanchalik Uyg'ur ayolni ko'rdingiz, ya'ni bola oldirishga kelgan yoki bolasi oldirilgan shunday ayollardan qanchalik ko'rdingiz deydi. Men ba doktorxonaga men bilan birga akaga ayolni 6 ayolni keldi. O doktorxonaga chisak bekji, oldirayotgan ayollar bekji. Doktorxonaga har qanday chisangiz shu bola oldirmoq, bola tushirmak odam jiq u doktorxonada har qanday doktorxonaga chisangiz, ammo men vaqtida o'zimning jenim bilan bo'lib, u doktorxonaga nechidan ming balqil sanab boqmadim, ammo men bilan birga kelgan 6 ayolni bilma. Qag'inizada xos o da qaylısa da qas ögünde qas doktorxon qaylısa o'shaning Qashqar shahrning doirasi kengri har qanday doktorxona xos shaxsiy mayli hukumatning doktorxonasi olsun doktorxona e'tiborda zat bola oldirayotgan ishlar hozir qanday olib ketdi hozir tug'ilganligini o'ttirib ayrim solab ayndaq qilyapsa Correct? Ko'plari Uyg'ur ayollari shundaqmi bola oldirishda evet Uyg'ur ayollar evet. O hensi ayağını sevmeyimiz biz o doktorxonada Uyg'ur ayollar. Siz ma guvohligingizda men bir bovoqni tug'ilishga bir qancha qisqa vaqt qolgan bir bovoqni oldirib o'tganligini ko'rdim debsiz. Shu nerda ko'rdingiz? Onu şu Qashqar shahar doktorxonada o 9 oylik bovoq ekan tug'ilishga 10 necha kun qoldi 9 oy 9 kun tug'ildi deydigan gap bor. Shu 10 kun 15 kun qolganini oldirganini ko'rdim. Siz doktorxonadagi o bola oldirishga kelgan Uyg'ur ayollarini men sanab bo'lolmadim, qanchalikka dedingiz. Sizning taxmin qilishingizcha siz kirgan shu bo'limda, hamda bola oldiradigan bo'limda o'nlarcha Uyg'ur bormidi, yuzlarcha Uyg'ur bormidi sizning nimangizda qanchalik atrofida? Men sizga uyning ichida undimijiq, ammo shu men balni oldirib chiqqandan keyin mening davomli shu kallam shu tug'ut bola oldirganli bilan, shu bol tushirganli bilan falan doktorxonada tushirdim, falan yerda tushirdim, mancha ayol yotdiq, uncha ayol degan kallamda davomli shularni mung'lashgandan keyin 100 minglarcha jiq u bola oldirganli. Dadi shu yerda Gongshi doirasi keng ya. Bizning Qashqar, To'qzoq, Obod Eşkirem degandek o jutdan og'izvatgan ekan, u og'izvatgan bolalar jiq million. U bir necha tashlab ko'ydirib u bir necha tashlavatgan bola nurg'un. Sizga ko'p rahmat. Bergan nimalaringizga bizning savol so'raydigan boshqa savollarimiz yo'q. Men shunday to'liq topshiribsiz. Demakchi bo'lgan yoki biz so'ramay qolgan yoki o'zingizning nimangizda burun bergan guvohligingizda chiqib qolgan bir nuqtalar bo'lsa, shuni biz anglab baqsak. Tamam. Burunqa chiqqanimda meniki unutilib qolganimda endi u bolani
Yaş arlıqqa toşmay hemmisi jiq emas, o planning sirti emas. Yaş arlıqqa toşmay 1 yaş, 2 yaş arlıqda çoxum zat bolan 3-4 kişiga to'g'sa deb jine deb yo'l qo'yganda vaqtda yaş arlıqqa toşmaganlarni ashunda aldırıp atqan. Sen yaş arlıqqa toşmay uçup tug'upsa, pul birinisimi unumay onunğa. Ulardan tug'mayman deb yuqurdan pul bergandikan, ma tövendikiler besim qilib zaten olmasan bulmaydı. Senin maaşını tutamaz bize. Seninki emliniz eğiliminiz, seninki hizmetinizden baka kılıtınız diyenken tövelle. İşte mecbur kılıp aldırıp. Mecbur kılıp zıkır uçturmayı anda elip aşağı kılıp etken. Köp rahmat, yaxshi gol berganingizga. Sizning golingizni müşahede. Köp rahmet. Allah rahmet. Siz 1992-yili shu Uyg'ur milliy tibobatini bitirib ekansiz, lekin doktorlikqa shartimiz to'shmaydi deb doktor bo'lolmabsiz. Siz doktorxonalarda ishlash jarayonida shu majburiy bola oldirib o'tish, anandagi ayollarni tug'maslik operatsiyasi qilish qatorliqlarga guvochi bo'libsiz, shohid bo'libsiz. Siz bizga siz ishlagan doktorxonalarda har haftasi o'tir hisob bilan qanchalik shundoq bola oldirib o'tish yoki tug'mas operatsiyasi bo'ladiganligi haqida bir ma'lumot bera olamsiz? Haftasiga. Deb berme inşallah. Sizning taxminingizcha haftada siz ishlayotgan shu doktorxonalarda bir haftada qanchalik mecburi bola oldirib o'tilgan ayollar, qanchalik tug'mas qilingan ayollarning soni haqida bir taxminingiz bormi? Bir haftada qanchasi yuz berdi? Var. Davomlashtiring. Ben kalam devalantıramdım. Siz deb bering shularni. Ben bu suallarla cevap versem burada. Bo'ldi. Birinci sual doktorxonadagi men avval bu bana bergan bu fursatdan men qilgan bu sotkologiyaga hammasiga maylanga rahmat aytaman. Yerdagi barliq doktor professorlarga, yerdagi advokatlarga hammasiga 35 milyon xalqimizning nimasidan rahmat aytaman. Endi men boshlab ketsam, doktor siz başlayalım ben keyin sizga vaqtimizda mana 1992 yilda men shu nimaning optim rayonlik Uyg'ur tibobat oliy texnikum bitirdim, ama men normalda biz bu yerda o'qigan vaqtimizda ham nimalik g'arb tibobat ham nimada o'qiydik, Uyg'ur tibobat barabar o'qidik. Ama uningga rağmen ben shu nima kelganda nima doktorxona tahsil bo'lganda meni kasbim mos kelmaydi deb bu yerda Uyg'ur tibobat bo'lim bo'lmagancha o zamanda mahkemeye de ben sestralık kılışka mecbur oldum. Beni o doktorluğuna koymadı çünkü beni tibabet okuduğumda. Bu şu gaplarni meni bayatı sizin tanıştığında bir ko'rdab bo'ldi. Falan tushuntirib bo'ldi. Sizning nimangizda guvohligingizdan hozir so'ragan savol sizdan. Siz bir qancha doktorxonada ishlabsiz. Shu ishlagan doktorxonalaringizda bir haftada qanchalik ayolning bolasi majbur oldiriladi? Qanchalik ayol mecburi tug'mas operatsiyasi bo'ladi? Taxminan sizning soningiz. Bir haftada qancha yuz berdi? Mr. Interpreter. Haftada qancha bola oldirish, mecburi bola oldirish bo'ldi? Shu savol edi. Haftada masalan meniki ishlagan Laskoy aslida taqsim bo'lgan Laskoy doktorxonada, bozorliq doktorxonada bir haftada en azından bir 20'den 30'a kadar bala alattı. Her günü 4'ten 5'ten 10'a kadar bazen 2-3 tane, bazı 5-6 tane aşında çıkıp alattı. Bazı 7-8 tane. Yani bulanı hesaplasak 20-30'a onda çıkılış mümkün. Tahminen. Yani savollarni qisqa javob bersangiz, texnik savollarni so'ra olamiz deydi. Anadagi yana siz shu ishlayotgan mezgilda qanchalik bovoq haftada tirik tug'ilib, keyin o'ltirib o'tilgan bovoqlarning soni haqida bir taxminingiz bormi deydi? Bir haftada.
Ba. Nima de bir haftaning ichida masalan menda bir ish bor. Biz shu yangi okul urib al daslata bu o'ltirib qilgan ekan odamning ichi chidamaydi. Buningga biz davomli qilib ba'zi joyda ularning ko'rsatmay turib nim qilganlarimiz bor. Masalan, azroq ravona bir qilganlarimizda bir okul saldiganlar bor, uni qarab turamiz. Yoki bo'lmasa boshqa bir okulni selib tirik to'g'anlarimiz bor. Ama tirik to'g'anlarni ular yana o'tirib yutadi. Tirik chiqqanini bilib qolsa, shunda bo'lgan chog'da umi oz emas, 15 dan 20 atrofida chiqadi. U chog'da biz yomonroq bir tug'dirishga ahamiyat berdik. O'tirib yetishdan amal bor saqlanatdik. Yani bu Uyg'ur doktorlar qiladi. Kirib qoladi. Thank you. Ayg'ini aklab qo'y. Agarda u bu vaqtni uyga olib ketib qolgan bo'lsa, xalizim bilib yoki nima qilib, uy aqtirib tepilib qolsa, u odamni cho'qim yoki shu doktorni ishdan haydaydi. Shu odamni o'ylarini tushundirib aytadi, masalan, abiyam ayol deganga o'xshashda, uyni tortib oldi yoki uni yiqitdi degandek. Siz ma guvohligingizda 4 dilo haqida, shu majburiy balolar o'tganlar haqida nima qilsiz? Men sizdan so'raydiganim, shu 4 xil ahvolda, shu bolaning ota-onasi Uyg'ur emas Xitoy bo'lgan bo'lsa, bütün şu akıbetler farklı bulundu. Muş vallahi hayatta saklanıp kalan dedi. Xitoy bo'lgan bo'lsa uyg'onamiz. Albatta, Xitoy bo'lgan bo'lsa, u doktorxonaga mekanmaydi, u xotirjam tug'adi. Bunda aqbat yuz bermaydi. Hatta men bir gapni eklayman. Bizningki mahallada bir ashda qochoq kelib tug'ib olgan ayoldan birsini tutib oldim men. 5 tane bolasi bordi. Bu bolalar nimachiq sening bolang, sen mening bolam emas deb turib oldi. Ammo sening bolang o'xshagan, sana birini tug'ish ruxsat qilsam, 4ni ortiq tug'ib sen ko'ngsam qo'rqib ketgandi. Biz meni playlab qashlab olmay, men kulib ketdim orqasidan turib. Xitoylar tug'ib yuradi. Shunda bo'lganda Xitoylar 2dan jiq bola tug'ib deydi, endi Uyg'urlar 2dan bola 2 bolalikdan olib ketdi deydi. Shunda bo'lganda bu yo'l qo'ydigan siyosatlar tamoman farqliqmi, ya'ni Uyg'urlar bilan Xitoylar deydi. Farqliq. U yerda bir gapni qilib oldi, bular yerlik siyosat deb oladi. Yerlik siyosat deb bilan bizni shundoq bostirdi. Farqliq. Zaten bir balaning orliq bilan bir balaning orliqidan o'jiq farq bo'lsa, darhol uni evitadi masalan, bir bolasi 1,5 yoshga 2 yoshga kirib qoldi. Yana birisi hamildor bo'lib qolib, uni evitadi. Farqliq, haqiqatan çok bakchiq farqi bor. Sizning o'zingizning beshingizda shunday ishlar o'tibdi ekan, masalan, baliyat kuni evatgan, onatga operatsiya qilingan ishlar bor ekan. Sizning baliyat kuningizni evatgan doktorni men sana arz qilaman deb nima qilganingizda sizga qanday muomalada bo'ldi? Nima qildi? O doktor Uyg'ur doktordi. Men uni arz qilaman dedim. O doktor menga qattiq yolvordi. Men hozir bu yerda master yapyapman. Bu nimamni birkaç qilib atmasam, mening 2 bolam bor. Sana nima foydasi bor dedi. Bo'ylab baqsam, menga hech foydasi yo'q. Bo'lgan bolayot o'xshash yeri kelmaydi. Yana birisi shu janubdan chiqadigan, aslan Xotandan Urumchidan, Qashqardan chiqadigan nurg'un kasallar shu ayolning qo'li bilan davolanadi. Shunga men bir Uyg'urning u yerda qilib qilishini, millatimiz uchun foydali yetkazishini o'ylab, bundan keyin sen bunday qilmasang yaxshi bo'ladi deb menga so'z ber dedim. O men amal bor qilmasga tirishman dedi, lekin söz vermedi ama şu gaplarni qildim. Men bu sizga har bir doktor yilda 2000 ayolning baliyat kusini ilib o'tish kerak degan gapni dedimi? Dedi. Yes. Bizningki vazifamiz bu deb ashuna dedi. Men so'z versam men nima qilmayman desam, mening vazifam, sen uni men so'z ver demaysan, chunki vazifa mana ustimda az qilsam men baribir buni doktorxonaniki buyruqligini qilganimga boshqa foydasi yo'q. Doktorxonaning buyrug'ini qildim deb javob bergan. Siz doktorxonaga borganda debsiz, o'sha doktorlar qaraganda pilonliq tug'ut ishxonasining kuchi texnik kuchlik, ular doktorlardan majburroq huquqqa ega debsiz. O'sha pilonliq tug'ut komitetining qanday cho'ng huquqlari bor doktorlar qaraganda deb shuni so'radi. Bu planlıq tug'ut komiteti odatda bevosita bu hukumat bilan soqchilar bilan barabar ish qiladigan odamlar bo'lg'ashqa
Bularninki huquqi çoğ qanday çağda doktorxanaga xalagancha kirib, xalagancha tekshirib, xalagancha kim bor kim yo'q qilalaydi. Fuqarolarning uyigacha xalagancha berib, xalagancha onunki operasyonni ko'tirib elib, bechavni öy kirib, nim qila ayollarni tekshiralaydi. Masalan, saqchiga ve tekshirish huquqi bunda tekshirish nisbati berildi-ku, ayni tekshiraysa deydigan. Ammo o odamlarning huquqi saqchi bilan o'xshash. Qayerga borsa, xuddi bir jinoyatchi bordikidek, uy kirib, xalagancha usib kirib, shu shaxsiyatiga hujum qila oladi, bolayotganini ko'ra oladi. Bizlarni bu nima qo'ydi? Har qachon bizningki ustimizda nazorat qilib turdi. Hemen birini nima qila eklay. Masalan, kechilardimi kelib, bolalarning yotgan yerga qarab, qancha bola kunduzlikda onun bilan uyga olib qo'ysin bolani, kechida cho'qim yotgan yerni sanaydi, sanab uyninki nupusi bilan o'xshash emasmi, shuna qadar qaraydi, kechilarda tekshiraydi. O aile planlash, tug'ut planlash yoki aile planlash komitetleri bu Səhiyyə ministerligiga doklad qilamdı, qilgan xizmatlarini ya boshqa o'rinlarga doklad qilamdı. Ularni kim boshqardi? Bevosita o'rinlarga doklad qildi. O Səhiyyə ministerligi bilan munosabat yo'q, ayrim doklad qildi, bu maxsus davlat buni ayrim boshqardi. Saqchilar bilan barabar harakat qildi bular. More close to police than the Ministry of Health. Hesapda saqchining yordamchisi yo'qsa, saqchini o'ziga yordamlashtirdi. Uning degan his qilgan. Mening eng oxirgi savolim doktorxonalar bilan munosabatli emas, shaxsiy nimangiz bilan, ailangiz bilan munosabatli. Sizning 14 yoshlik bir qarindoshingiz bor ekan. 1993-yili maktabdan haydalgankan, faqat xaritada o'sha Qashqarni poytaxt deb qo'ygan uchun. Shunga nima bo'ldi? Masalan, nimalar bo'ldi shuni so'radim. O çağda bizning ailemiz bir eğitimlik bir aile bo'lgankin, bizning 49-yildan tortib bizningki bulayotgan Xitoyninki adam o'ldirgan nurg'un tarixlarni o'ydagi ailemizden anlab, o'rganib, cho'ng dadalarimizdan ko'rib cho'ng bo'ldik. Hatta mening mishaga chiqib, o'sha jasoratga bo'lishimga o'sha cho'ng dadalarimning, shularninki avlodlarimizning, ajdodlarimizningki menga bergan bir ruh deb qarayman. Nurg'un odam berga jasorat qilib chiqolmaydi, qo'rqidi. Shu ruh shu enimda borkan, shu enim shu 14 yosh vaqtida bu vatan bizning besvagan zaminkan, o'zimizning ixtiyori erkin bo'lishimiz kerak ekan deganni bilgashga, Qashqarni yozliq poytaxt qilib, yezib qo'yganda o 14 yosh vaqtida qo'g'dilinib ketdi. O qo'g'ilib gap. Maktabdan qo'g'ilib ketgan lekin u o'zlikda izlanib, shuning bilan o tarixchilar bilan aralashib, tarix o'rganib, texnik cho'nqirilib, o'zini shu alqabi ag'inasi bilan birlashib bir bomba yasaydi. Yasagan nimani ag'inasiga berdi. Sınaq qilib beqish uchun ag'inasi bir masadek nimani astan qo'yibdi. Qo'ygan yedin muddatli shaklda u farqlar bir Xitoyning shaxmat o'ynaydigan bir yer ekan aslida. Ashaninki bir Xitoyning azroq zahmi bo'libdi o'sha o'tirgan Xitoyning. Shuning bilan onun grupsidagi uni yasab bergichi, uning qatnashuvchi, planlovchi hammasini akilib, mening enimni muddatsiz, uning oldidikisini, uning qo'yg'ichisini o'lim jazosi, eng oxirisini 7 yillik o'lim hukmi, 7 yillik tasviyatga hozirga qadar muddatsiz turmadi. Yani sizning 1993-yilda shu 14 yoshga kirgan qarindoshingiz mangulik muddatsiz turma jazosiga kesilibdi. Undan keyin nima bo'lganligini bilamsiz qarindoshingiz deydi. Bilime azroq berib ko'rishib turadiq, Urumchi baja o'tirmadi edi. Ammo hozir bilmayman. Hozir qat'iy bilmayman. Bu chog'da turmada o'shadagilarga yordam qilib, qayralarni nim qilib, qarab degan ishlarni qilib etgan. Biroz qatam kurashtirgan bo'lgan. Men Urumchida o'qigan vaqtimda kurashganman uning bilan. Ayda bir ko'rishdim, yilda bir qatam kurashtirdi. Oldida ayda, ikki ayda bir kurashtirdi. Keyin yilda bir kurashtirgan. Hatta bir olay bir ish chiqib qolsa, hech kurashtirmaydi. Shu bir yilda bir qatam kurashtirsa berib ko'rishyapti. Men bir kelgandan keyin hech uningda xabar yo'q hozirda. Yani bir narsa tushuntirib qilmoqchi emasman. Biz enimga shular debdiki, agar sizlar bir kashfiyot qilsanglar, bir narsani biz sizlarni shunday uyinglarni elib, sizlarni kechirim qilamiz deb degan o bir sxema sızgan o'xshaydi. Sxemani sizibdi, yasag'il qo'yapti, uni modelini yasatib, uninglar bir rasmga tortib bo'lib, uni 6 yillik shu turmaning ichida, ya'ni 6 yillik sud turmasidan bu ayrim jazolash nimga akirib 6 yil ashadi.
taptıken. Biz hali uzun uç köreşmegen, onun ki ben gelip çıktım. Bilmeyim qağaşını. Siz maniminizning guvalıqınızning 13. paragrafda 70% Uyghur ayollarining bu bal yatqusi elinib ketdi, ilvitildi debsiz. Buni aytı yuqori sonliq ma'lumot. Tug'ut cheklash nimalarda hamda bu xili bir murakkab bir nima bu operatsiya. Ya'ni mush son haqida, ya'ni mush 70% haqida bir gap qilib bera olamsiz? Menenki baliyatqamni Ürümçide elevatgandan keyin men onun 2000 dana adamның baliyatqısını eleş her yılda onun vazifasını bildim. Onun için men Xotan gelip kelip hatta bunun da ökündüm. Şoň bilen men araştırışga başladım. Şäherlik doktorxanda bir ayol barken Xitay o ayolningki nimesini bilip unutup kaptım hazır ismini. Bu Xitay her kanda bir ayolningki kichkinam ismi olsun, kichkinam binası olsun, hemmeni baliyatqını eletişke borup diken. Öz wagtida keyin o planlyk tugutdy o boditkan hyzmat mümkin azlap ketdi. Hemmeden balyatçı bolmagan ken o planlyk tugut işleydigan işning nimesi azlap. Asasen ular zirikki balyatqını alvasaklan boldy eken. Az halk sepaqdi halkın tüpsä bal bolup qaldy. Balny ötügün apyryp baqdy, uygurlar qutquzyp qaldy mesela jihnaslany. Aşunda qılıp öýläge bir süýdük tekşäse başganing süýdükini ýana togy ýady. Bular gelken ahir bulap bütün adamny balyatçy asak boldy eken diye ýekilip men aşy işlegen özüm doktorxanada hem neme doktorxanlarda ben bunu araştırma başladım. Çünkü ben tigimden bir vatan suyar bir millet suyar bir adam boğallığım için qançalik adamni evatulu buladı. Asası jihatdan hem %70 alıp kep qalam ki deyme keyin bu planlyk tugut hyzmatynyň mo işi qalmagan derejede elbetken balyat bunu. Çık adamlardan keyin asasen şäher içinde, Xotan şäher içinde balyatçy ayallar ayt asanda. Şu doktorlardan yoki sestralardan deydi. Şu tug'ilish az qolgan bolalarni, shu bovaqlarni ilib etishga yoki sestralardan yo doktorlardan shu tug'ilish az qolgan bovaqlarni ilib etishga qarshi turgan doktor yoki shundaq sestralar bormi deydi. Bu karşı turup ona karşılık gösteriş mümkün emas. Karşılık gösterseňiz işten haýdylysız, öýüňizni ýeqýypdy. Quluňyzdy boğan malymyny tatyp aldy. Fakat onu qutquzyp, quluňyzdan kelişi ýardam kıla alaýsyz, ama karşı çykyp onuňa bir qanda näse kılamaýmyz, ama karşı çykyp. O %90% karşı çykymyz. Onda ulagy ýan bastygan birmi Uygur ýok. Şu doktorxanalarda bir əxlaq ölçümü bormi? Mesela balla hayat tug'ilganda şunu o'ltirishni to'saydigan bundaq bütün doktorxonalarning bir qoidalari bor, doktorlarning buni axloq nimasi deb qo'yay men o'lchimi. Mushundaq narsalar bormi doktorlar? Bu ana balalar saqlıqını saqlash degi punkti aslida balalarninki saqlığını saqlaydigan yer, o'tirdigan yer emas. Bu qoidalar bor. Yaqa qog'oz qarisiya o daftarda yezib qo'yib qo'ydi chiroyli obdan qilib. Onun üstüne o doktorxananın işi emas, planlyk tugutnyň işi bolgandyken o ala kıldı. Doktorxananın içindeki pakatlam sağlıqını saqlaş o boşluk biz mesul. Onu öldürüş alanyň işi bolgandyken jallatla başga. Olanyňga bu kanun işlemeýdi kaçan. O bunun o kanun bilen ölçegen näsini o ahlakny ölçem kılmaýdy bu çagda. O balanyň ki ikinji bal bolap kaldy, ýa-ki bolmasa balanyň arlyk kiçik bolup kaldy, ýa-ki bolmasa halkyň tübünden bolup kaldy. Muş baly bolap kalsa o onuň ahlak bilen ölçenmeýdi. Fakat o kanun muşunda kanun bilen başgurdan döwlet kanun boýunça bu kanunga üsüp kaldy, kanunga nim amal kılmadan diýilgan gep. Bir ayal tugutga wagty geldi, bir balsy 5 ýaşga 3 ýaşyny açdy diýili. Anda bolgan wagtda bir halkysyny aldyrdygan iş bolup kalsa, çokum doktorxananyň aşy 5-6 ýanyň tekşürip nimesinden imzasyny elip, planlyk tugutnyň imzany elip, bir batman iş kılgandan keyin an tuguşga ruhsat kılındy. Hatta tuguşga ruhsat kılınýan ayaldymy. Bunu halky şu çagda elinedi. Bolmasa o bir sagan halkyny mümkin emas, eliş mümkin emas. Keyin o elewetken takdirde şahsy doktorxanalarda hazır balyatçy evetlen tutuldygan boldy. O ahlak bilen hiç ölçenmeýdi olanyň. Ahlak diýen narsa. Oqtuvchilarning bek xapıp gizdiganlygyny, renjip gizdiganlygyny depsiz de. Şu nima demekçisiz şu ýerge kelgende deydi. Ben bununda doktorxanalarda Uygur Tibabat doktorxanası normalda biz başka bilmeslik mümkün. Uygur Tibabat doktorxanası normalda ruh ikisi kastawalaydigan doktorxana.
bizniki kasbimiz şunun yaqin şu asasen şu ishni qilamiz. Qildigan doktorxona bo'lganki, men u qayta o'qigan Uyg'ur tibobatininki üstünlük master o'qigan nima bunga o'qigan to'liq kurs o'qigan vaqtimda ayada 2 yil ustida o'qiganda shu Uyg'ur tibobat doktorxonasida praktik qildim. Ashada bir kasalninki saran o'qib qolganligini, to'xtamay so'zlayotganligini, ashunda uni jim qilolmaganligini, buniki tarixini yezish. O'zim o tarixini depagidek hali yo'q. Nimasini so'g'an vaqtimizda tuqqanlardan. Davomli uninki ashada nim qilganligi. Aş bir bu modega yerdin kaptu. Bu moninki bir yezi maktabninki o'qituvchisi ekan. Yezi maktabining o'qituvchilari normalda darsninki o'sha ta'tilda to'xtamay nima yozg'i soldi ekan. Ta'tilda kiyim o'tgan ko'plarni olib berib, o'sha maktab yetib qolib ketgan bular. Şunlar aşı 5000 xatlik nimini yazgan Xitoyning xatlarida 5000 xatlik nimini o'zini suçlab, partiyani maqtab, mushunda bir narsa yezib chiqish kerak ekan. U endi uningga to'shqizib, o'zidagi unda gunoh atib bo'lmaganki, nechisi o'zining atgan gunohi bilan turma ketganlar va shunda bo'lganki, u gunohni atib bo'lmay, o'ziga u narsani chiqarib bo'lmay, yana apasi yana o'tmay, yana apasi yo'ldan o'tmay, işte qilavergan, uni qiynab ashad qo'yaverganki, u oxir psixikasi buzilib, ashada doktorxonaga kirib qolganlar bor. Bir neçesi ekan bir misal qildim. Ulu nima qilib bo'lmaganlikin ayada yana yazib o'tmasa, yana onunğa o'rganish borda, onunğa to'xtamay yanasini kundan ozod bo'lmoqda deb to'xtamay o'rganish qilgan gap. Shunlar uni bekor qo'ymaslik maqsad balkida. Ishlayotgan vaqtida mu haftada cho'qim kunda kechda muqim o'tirib 3 soat shu nimani o'rgangan gap. Xitoyning shu siyosatlarning kitoblarini nima o'qisa, siyosiy o'rganishlar, shu o'rganishlarni qilavergankin, kitob o'tmasa, yana qaytadan birini yozadigan gap, yana qayta tarbiyalanadigan gap. Onun için yan yazısa deydiğin gibi bu adamlar şu anla erişip